Assalomu alaykum aziz shodalari, shularning kuzatuvchilari. Bugun mana sizlar bilan kratonning natijasini ko'ramiz. Illatimi yo'qmi birgalikda. Xo'p, bunga 2 oycha bo'ldi. 2 oy oldin o'sha qo'yganman. Teplичка qilib qo'ygan edim. Xo'p, hozir gul men qaramay qolganman. Bostirib sop qo'yishgan ekan. Gullar o'sha bunaqa bo'lib qoldi. Xo'p, mana chiroyli barg tashlamasdan ketyapti. Faqat joyimiz Toshkentdan Farg'onaga kelganimiz uchun yo'lda gullarimiz nima bo'lib barglari to'kilib naqa bo'ldi. Hozir hammamiz birgalikda natijasini ko'ramiz. Bularda ko'p yillar o'tganga o'xshayapti, chunki yangi barglar chiqyapti. Mana bittasini olib ko'ramiz. Mana bularda o'sha illizotgani qo'ytirgan edim. Hammasini o'sha oddiy to'f, perlit, vermikulit gruntga aralashtirib ekib qo'ygan edim. Bu qalin shox, qalin bo'lgani uchun ilizotisi juda qiyin bo'ldi. Mana yangi barglar yozibdi. Hozir yana ko'ramiz. Mana bunisi ham. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bunisi. Bunisi ilizotmabdi hali. Hop. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir tuprog'ini sekin to'kib olishimiz kerak. Mana chunki ildizlari bunaqa bo'lishi mumkin. Hop. Mana ildizlari bunaqa bo'lmasligi uchun yo'lini ketmasligi uchun ehtiyot qilib olamiz. Mana bunisi ildiz otmabdi. Lekin ildiz otadi bular ham inshaalloh. Yo'q. Bu qattiq turibdi. Ildiz otadi. Ildiz otish ehtimoli bor buni. Faqat ba'zi gullar ildiz otishi juda sekin bo'ladi. Hozir bitta qo'limda video olayotganim uchun nima qilinmayapti. Mana bu ham ildiz otmabdi. Buni ham endi keyin qo'yamiz yana. Hop. Yana. Mana bular ham ildiz otishni boshlabdi. Bularni ham ko'ramiz. Ildiz o'sha ekkanimizda rivojlanaveradi. Faqat teplичка qilib qo'yamiz yana. Mana bu ham. Bu yoshi kattaligi uchun ildiz otishi sekin bo'ldi. Qattiq yog'lashganligi uchun. Agar yosh nima bo'lganda ildiz otishi ehtimoli yuqori bo'lardi. Bunda mana ildiz yo'q. Buni ham teplичка qilamiz. Gruntini ko'ryapsizlar, toza to'rf. Mana bunisi ham. Hop. Mana bunisi ham ildiz otmabdi, lekin gulda hech qanaqa ildiz chirish bo'lmagan. Grunti mana to'rf. Perlit. Jigarrang nima deganlar uchun u seramis edi. Borligi uchun ozroq qo'shib yubordim. Bo'ldi. Endi ikkinchisini ko'ramiz. Ikkinchisi. Bundan oldin qanaqa qilib qo'yganman videosi bor, ko'rib oringlar. Men nimada kommentariyada yozib qoldiraman. Bemalol ko'rib olsalaring bo'ladi. 4 xil uslubda ildiz ottirish darsligi. Lekin bitta seramisda o'ziga aytgan edim, ildiz chiqarish qiyin bo'lgani uchun nima qildim. Endi buni perlit. Mana perlit ekkanimiz, hozir ko'ramiz. Perlit. Perlitda demak mana ildiz otishi juda kuchli ildiz otadi. Mana perlitniki va gruntniki. 4 xil uslubda ko'rsatganman. O'shan bo'yicha o'zlaringga ma'qulini nima qilinglar. Perlitda juda zo'r ildiz otgan. Mana ildiz. Mana bu ham. Endi hammasida ham ildiz otyapti kraton. Mana ko'rib turibsizlar. Perlitda ko'proq. Mana hammasi. Xo'p, endi bu bo'ldi. Endi yana bitta gruntga ekkanimiz bor. Hozir o'zim olayotganim uchun olgan video olishga shunday bo'lmaganligi uchun sizlar yana qaradim. Mana bu moq tayda moq. Endi ko'rdilar. Xullas hozir buni men sizlarga bitta olib berishim uchun sekin harakat qilishim kerak. Endi ko'rdilar o'zi mana ildizi. Mana buni tepasida ozgina grunti bor, lekin tagida moq olgan. Mana moqda bab pishayotgan. Ko'ryapsizlarmi? Mana
O'zi bilib turibsizlar, hammasini o'sha nimasini qo'yganman. Mana bular yangi bargi, shu yangi bargi ekan. Mana bular ildiz chiqargan. Qo'rqmasdan nima qilinglar. Endi hozir misol kuz keldi. Endi men hozirgi eminni bosib bahordan boshlasam ham bo'ladi mana. Ko'rib turibsizlar. Chiroyli. Hamma mana shu kreatorlar hammasini sotuvga qo'yamiz. Xudo xolasa jichcha o'ziga keltirib ildizini chiqarish jichcha qiyin bo'lyapti. Mana ildiz. Mana. Ko'rib turibsizlar. Hammasini ko'rsatib beraman. Endi o'zlaring mana tushundilaring. Qayda ozgina moqi bor edi. Mana. Ildizlari. Moqda ham zo'r ildiz otadi gullar. Qo'rqadiganlar uchun faqat moqda namlikda me'yor ushlab olishni bilish kerak. Shunisi bor. Mana hammasi ildiz otgan. Holati yaxshi. Xo'p, men kanal opsiyasida qanaqa qilib nima qilganman, ketma-ketligini videoni qo'yaman, bemalol ko'rib olinglar. Sizlarga prosta hozir natijani ko'rsatish uchun videorolik oldim. Ma'lumotim, videoroligim, tajribam foydali bo'ldi degan umiddaman. Kanalimizga like bosib, obuna bo'lib, bizni kommentariyada fikrlaringizni qoldirib, podдержка qilinglar. Inshaalloh bundan keyin ham sizlarga hech kimda yo'q, hech kim ko'rsatmagan yangi tajribalarni o'rtoqlashib olib boramiz. Hali tajribalarimiz juda ko'p davom etmoqda. Sizlarga inshaalloh yana yangi videolar olib chiqishga inshaalloh harakat qilamiz. Bu kreatorlar xudo xolasa sotuvga chiqadi. Kimga kerak bo'lsa, kimga qiziq bo'lsa bemalol olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.